Maktabda sinfda 40 ta o'quvchi bo'lganmiz. Bitiruv oqshomini rejalashtirish ham bizga juda ham qiyin bo'lgan. Bu paytdagi restoranlar narxini aytmasa ham bo'ladi. 40 ta o'quvchidan 40 xil fikr chiqqani uchun biz menyu tanlashtirib juda ham qiynalganmiz. Zamon talabiga moslashtirib ochilgan ham kafe, ham restoran, ham milliy taom bo'lgan. Kadishvadagi Munisa milliy taomlarini bugun sizlarga obzor qilib beraman. Nega hammasi bir joyda deb o'ylayapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Munisa milliy taomlarining ichida banket zali, tapchani, VIP zali, tashqarisida esa hamma uchun moslashtirilgan Fantali terrasasi bor ekan. Menyularni aytmaysizmi, menyularini? 4 xil davlat milliy taomlari va o'zbek taomlari. Turli xil salatlar va kaboblar, tandir va so'qoq somsalari. 40 ta o'quvchiga 40 xil menyu tuzib bera olishar ekan. Ham arzon, ham mazali va lokatsiyasi juda ham zo'r. Ertalab 8 dan kechqurungi 12 gacha ishlashar ekan. Baribir oshpazligimga bordim-u, oshxonaliga yugurib kirib ketibman deb. Yo'lda tayinlayotgan ovqatlarni ko'rib shunaqa ishtaham ochilib ketdi. Shu tovadagi saydan albatta yeyman deb o'zimga va'da berib qo'ydim. Meni qiziqtirib lol qoldirgan narsasi lamonlarni joyida cho'zib tashlashar ekan. Agar qaysidir sindoshingiz ishtahasini bahona qilib yig'ilishga bormayotgan bo'lsa, albatta shu lokatsiyaga olib keling. Biz ham bugun 4 to'pli singillar yig'ilib shu yerda diydor shirin qilardik. Biz yegan taomlarning mazasini telefondan sizga yetkazib bera olmayman. Albatta kelishingiz kerak. Agar sizga menyulari zo'r, hamma taomlarni bitta joyda jamlangan, hamma bayramlarni o'tkazib berishga qurbi yetadigan lokatsiya kerak bo'lsa, o'zingizga saqlab oling va do'stingizga yuborib qo'ying. 25 mayda ko'rishguncha.